Hemen kirpoqa, mana. Kirpoqadan biz quloq osish nima bu? Ha? Saytamazma. Bu yerda tursam, ishimga qaratsam meni, ha? O'rta Var, vaqlaysan, jiqqit adam qarab tursa. Qur'on tatqan uchunga adam edi. Ha, sen vaqlasam, bulkam atasan bo'lmamka? Tamoq vaqti chiqmabdi. Tamog'ingizdan xil bo'ldi, sog'lig'ingiz chiqmabdi deganki, tamoq vaqti chiqiringlar deb qo'yatsa, dab qo'ymanda uni. Nima bo'lsa, chiroq yaqmamsa, hammamiz qarab tursa, bir baqirib. Men o'zim bizni tildim bor. Astagfirullah. Astagfirullah qilib qolsa bular. Ben adam jiqet quloqdan isishma xotin. Hele bir kağıt. Mesela da kıyay. Ayar kişi erim kılalaydı, yem kılalaydı mesela kıyay. Ölten bilip yürücüme mesela kıyay. Şuna mı? Şuna. Anlap koy xotin. Elçim çok. Xotin kişini gül mü kılalaydı? Vaksit kendi kül mü kılalaydı? Erkek Acayip pezgepten ögün opsan, ne ögün otsa? Öğrenmedim. Elçimi şu gül mü kılalayımız, kül mü kılalayımız xotin? Bizim yem kılalayımız, erim kılalayımız. Xotin. Ben nima shu sabr o'rtaq masala sayman deyman. Var qarashqamda bir talay mehmonlar turdi xotin. Chiroyli mehmonlar Ben vaqirashdim ma. Qahni oldida qirab tursa, var vaqir urdiganda meni vaqirab. O'yna qildingda quloq so'zib necha akir o'zdan oshimam deb yetib aşağı mana qanaq chiqmadi. Sen hurmatimni qilmasan qara. Men seni hurmatimni qilmayman. Ha, ma'qul. Bilib ol. Chiroyli hurmatimni qilay. Chiqib ishingizni qilma. Ha, bugun nayvadingiz, bugun bir kun telefon olmadingiz ku. Atgan qo'pib qashni bizni do'kon qilayman-da. Ha, 8gacha uxlatdilar vaqtcha. 8 qopab nashtadan qilib chiqatdim-ku. Ha, asra shirkatining kaptika. Ha, turpadagi iskratlarni cho'gildik. Yig'ida aka qiyzab ekandik. Yo'q, qiyzlarni ishlab chiqarish, o'rinlarni dapada ishlab chiqarish jarayonlarini dapada shunday sifatli yaxshigan mahsulotlarni markalar qilib bozor sapdi. Ha, xo'go, mana qanchaqda yurishlik mahsulotlar bor aka. Şu mahsulotlarni bir qil tushunib keldim. Ammo jamiyatimizda nurg'ulg'an axlat yemeklarni yeb bolalar zaharlanyotdi, oshqozon rak yotdi, oqqan dans o'lak ketdi. Shunga yaxshi yemeklar tushib, kan xalaqamizga bir davolg'anga tushunchimiz xalaq deyman. Shu asra shirkatinikiga borib keldim shu. Bu nima oldu xotin? Var vaqim men xil cho'ng ishlab qaytib keldim bugun bir kun talad yurib. Adam Qandoq sotib olamiz o asra mahsulotlarni? 156 88 31 82 88 bu turpaldagi xo'ja shamochida ashadiki iskalatlari. Adam boyada xotin quloq tatmagan qo'lingiz kiyib olmagan narsa qiladi. Men ko'z görmesem uchun uzib uzatmaydi qay qilib. Benim hammasi saymagon deb boshlab bir tilgan bo'ldi. Qil inoyatim bor deydi, bir elay kirsa, hozir inoyatim qilmayman ketdim. Jiqyaqmay chiqar shinqamga. Adam boda o'tma salom. Menga xotin, menga. Bir qo'ydi ekanman. Inga chuvvat majmul ekan amma bir kuni. Shu xotinlar kelsa qo'rqpagashga, yomon hadda eshitmadi. Lekin qo'rqib ziyon tatmoqmabdi ekanman, yo'q baqsam mana. Xotin chiroyli ishlayotdi maktabda. Men aytgan yoqqa asra shirkatini bilan suhbatlashdim 2 soatdak. Qag'ini o'ynab keldim mana. Xotinni bizga qo'rqpaga yaxshi. Lekin biz quloq so'zga ishini o'ngishimiz ham shovchiniga urib tuzlab. Bir ochimdi.